Assalomu alaykum kanalimiz aziz kuzatuvchilari, aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan birga koreyscha achchiqqina karomli salatni birgalikda qilamiz. Juda ham kuz mavsumiga mos, mazali, kirsillidir. Yeganingizda bu salat juda ham ko'p qilaman. Juda ham mazali, zo'r chiqadi. Bizga kerak bo'ladi bitta karom o'rtacha. Bu karomimizni 1 kg 600, 1 dona kattaroq sabzi, 1 dona qizil bolgarskiy, 2 dona kichikroq bodring kerak bo'ladi. Hozir birinchi bo'lib pishishni karom bo'laklik bo'lib olishdan boshlaymiz. Karomni mana teng 2 ga bo'lib oldik. Endi buni yana 2 ga bo'lib olamiz har bir bo'lakni. Endi bo'lsa o'zi taraflarini olib tashlaymiz. Mana o'zinglarni olib tashladik. Endi bu bo'lagimizni ham teng o'rtasidan bo'lib, kattaroq to'rtburchak shaklda to'rab olamiz. Mana shunaqa kattaroq to'rtburchak shaklda to'rab chiqamiz. Uch tarafi uchburchak shaklda bo'ladi. Hech chiqsa yo'q, lekin shunaqa kattaroq to'rab olamiz hammasini. Mana karomimizning hammasini to'rab oldik. Qattiqroq joylarini olib tashlaymiz. O'zi tarafini yana orada chiqadigan qattiqroq joylarini olib tashlaymiz. Qolganlarini yaxshi to'rab olamiz, kattaroq to'rtburchak shaklda. Endi bo'lsa, buni ustiga sabzimizni markabcha chiqazadiganini chiqazib olamiz. Mana sabzni chiqazib oldik. Endi bodringlarimizni yarmoy shaklida to'rab olamiz. Mana bodringni teng o'rtasidan bo'lib oldik. Endi o'rtacha qalinlikda to'rab olamiz. Juda ham yo'qqa parra qilib tashlamaymiz. Unda tuz bilan aralashtirganda bodring juda ham ezilib qoladi. Shuning uchun shuni o'rtacha qalinlikda hammasini to'rab olamiz. Mana bodringlarimiz ham tayyor. Buni sabzi ustidan solamiz. Endi bo'lsa qizil bolgarskiyni to'rab olamiz. Buni ham teng o'rtasidan bo'lamiz. Va yana teng o'rtasidan bo'lib o'rtacha qalinlikda to'rab olamiz. Bolgarskiyimizni ham sabzavotlarimizni ustiga solamiz. Mana hamma sabzavotlarimiz tayyor. Endi buni kattaroq idishga solamiz. Mana kattaroq idishga soldik. Endi bo'lsa ustidan bitta osh qoshiq tuzni sepib chiqamiz. Yaxshilab sepib chiqamiz tuzni. Chunki sabzavotlarimiz o'lishi kerak. Shunda salatimiz mazali bo'ladi. Mana tuz sepib oldik. Endi yaxshilab aralashtiramiz. Tuzni hamma sabzavotlarga singdirib olishimiz kerak. Bu yerda mana karomlar butun bularni ajratib olamiz. Mana bunaqa karom baylarini yopishib turgan baylarini hammasini mana shunaqa chochib tashlaymiz. Shunda tezroq karom tuz singib bo'ladi. Karomimizni yarim soatda tayyor bo'lishi kerak. Shuning uchun hamma baylarni tez ochib tashlaymiz. Mana karomimizga yaxshilab tuzni aralashtirib oldik. Ozgina ezib olamiz. Karomni 1-2 marta shunda suvlar sekin chiqisha boshlaydi. Endi bo'lsa buni ustiga bir idish yopib qo'yib qo'yamiz yarim soatga. Karomimizni yarim soatcha turdi. Endi bitta aralashtiramiz-da, yengilgina suvni siqib boshqa idishga solamiz. Karomimizni yaxshigina suvlar chiqishni boshlagan. Mana tegdi, to'g'rida suvlar chiqqan. Shuning uchun endi bir chetdan suvni siqib olamiz. Mana karomimizni suvdan ajratib oldik. Suvni mana shunchacha to'g'rida chiqdi. Buni to'kib tashlaymiz, bizga kerak emas. Endi bo'lsa bizga ikkita o'rtacha piyoz kerak bo'ladi. Uni pare qilib to'g'rab olib, yog'da tillarang bo'yicha qovurib olamiz. Piyozimizni teng o'rtasidan bo'lib oldik va uni yana o'rtasidan bo'lib, endi pare qilib to'g'rab olamiz. Mana piyoz to'g'rab oldik. Yog'ni bo'lsa, mana stakanni 3dan 1 qismicha yog' solib olamiz. Va yog'imizni tovaga quyib, ozgina qizgandan keyin piyoz solamiz. Mana tovaga piyoz solib oldik. Endi tillarang bo'lguncha qovuramiz. Gazni pastroq qilib qo'yamiz. Piyozimiz tillarangga kirguncha salatimizni ziravorlarini solamiz. Salatimizga 2,5 osh qoshiqda shakar solamiz. Osh qoshiqimiz o'rtacha bo'lishi kerak, juda ham cho'nqir bo'lishi kerak emas. Endi bo'lsa bitta osh qoshiq silla qora murch ezilgandan solamiz. Keyin 2 osh qoshiqni kashnich ezilgandan solamiz. Va
bitta osh qoshiq to'la achchiq qalampir kukunidan solamiz. Buni bitta joyga solamiz. Chunki buni ustiga yog' quyganimizda u darajada achchiq bo'lmaydi. Achchig'i ancha ketadi. Endi bo'lsa 70% kususdan bitta osh qoshiq to'la solamiz. Kusus kam foizlidan solmaymiz. Chunki salatimizda o'xshamay qoladi. Albatta 70% kususdan foydalanamiz koreyskiy salatga. Endi 5 ta kattaroq chesnok bo'lagidan qirg'ichdan chiqazib olamiz. Mana bu yerda piyozimiz tilla rangga kirishni boshladi. Buni endi boyiga achchiq qalampir ustidan quyib olamiz. Mana achchiq qalampir bo'tga solgan edik. Mana endi o'sha ustiga solamiz piyozimizni. Endi bo'lsa yarim bog'dan kamroq ukropni oldin yaxshilab chayib olamiz, keyin buni 1-2 marta qo'limizda g'ijimlaymiz. Shunda ukrop hidi zo'r bo'lib chiqadi salatga. Oddiy to'rasak, u darajada ukropni zo'r chiqmaydi. Mana ukropni ham soldik. Endi salatimizni yaxshilab aralashtiramiz. Hamma ziravorlarni yaxshilab salatimizga yedirtiramiz. Yaxshilab ziravorlar hammasini aralashtirib olamiz salatimizga. Shunda holatdan achchiq salatni hidi kelyapti. Hamma ziravorlar hidi zo'r bo'lib kelyapti. Yaxshilab buni aralashtirib tayyor qilamiz. Mana salatimizni yaxshilab aralashtirib oldik. Achchiqqina zo'r bo'lgan. Agarda achchiq uncha xohlamasak, murch bilan achchiq qalampir kamroq solib ham qilishimiz mumkin. Endi buni bitta ixchamroq idishga solib, ustini yopib, xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Iloji boricha bu salatni kechqurun qilganimizda yaxshi. Ertalabga tayyor bo'ladi. Kechqurun xolodilnikda turib, ertalabga tayyor bo'ladi. Hozir buni ixchamgina idishga solamiz. O'shanda ichiga ziravorlar hamma mazalari qaromga o'tib, juda ham mazali zo'r salat bo'ladi. Albatta, salat tayyor bo'lgandan keyin kamida 4-5 soatga qo'yib qo'yishimiz kerak, mazalari bir-biriga singishi uchun. Mana ixcham idishga soldik. Endi ustini strech qilib xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Yaxshilab aralashtirib oldik. Juda ham barakali, zo'r, mazali, achchiqqina salat bo'ladi. Hamma ovqatlar bilan birdek iste'mol qilinadigan salat bo'ladi. Endi buni chiroyli qilib likopchamizga solamiz. Mana salatnichamizga soldik. Juda ham ko'rinishlari ajoyib, juda ham chiroyli, ishtaha ochar. Yeganingizda ham juda ham achchiqqina kirsillaydi qaromlari. Juda ham mazali zo'r salat bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Hamda juda ham barakali, uncha ko'p qimmat bo'lmagan masalliqdan qilsa bo'ladi. Shunaqa ko'pgina salat bemalol xolodilnikda anchagacha turadi. Qilib qo'yib bemalol hamma ovqatlar bilan iste'mol qilsa bo'ladi. Tavsiya qilaman, albatta qilib ko'ringlar. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Yana yangi videolarda uchrashguncha.